Maria Montessori birinchi ochgan Casa dei Bambinida, ya'ni 3-6 sinfida Italiyada, San Lorenzada. Kunlarning birida Argentina elchisi Italiyaning premyer ministrini, premyer bosh vazirining qizi bilan birgalikda Casa dei Bambiniga kelishadi. Qarangki, aslida u kun payshanba bo'ladi va bu kuni bog'chalar Italiyada ishlamaydigan kun bo'ladi va buni ular hisobga olmagan bo'ladi, esidan chiqib qolgan bo'ladimi? Shundoq kelishgan bo'ladi. Qarasa, eshiklar yopiq, Casa dei Bambinida hech kim yo'q. Va shu paytda bitta qizcha ularning oldiga keladi. Sizlar nima xohlayapsizlar? Nima kerak edi sizlarga degan ma'noda gaplashishadi. Tasavvur qiling, u qizni ota-onasi hech qachon yuqori mansabli odamlar bilan gaplashishni o'rgatmagan. Nima qilishni, begonalar bilan gaplashish xavfli bo'lgan joyda yashashgan bo'lgan bolalar bilan qo'rqmasdan jasurlik bilan gaplashadi va ular tushuntirib beradi o'zlari maqsadini va endi ketmoqchiliklarini aytadi. Qizcha hech qanaqa xavotir olmanglar, men kalitlarni qayerda turishini bilaman dedi-da, borib kalitlarni olib, chunki o'sha Casa dei Bambinida ishlaydigan bolalar o'sha binoning o'zida yashaydigan bolalar bo'ladi. Men hozir o'rtoqlarimni chaqirib kelaman deydi. O'rtoqlarini chaqirib keladi. Kalit bilan eshikni ochadi. Ichkarida hamma narsa yopiq javonlarda bo'lgan bo'ladi o'sha paytlarda. Undan ochadi. Bolalar bilan ishlab ko'rsatadi. O'qituvchi yo'q, Maria Montessori yo'q. Juda ko'p bolalar birga kirib, ishlab hamma narsani joyiga qo'yib, keyin chiqib ketishadi. Bu voqea haqiqatda bolalarda ichki intizom shakllanganini ko'rsatadi.